Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, ota-onasining pensiya hujjatlarini yuritayotgan farzandlar va mahalladagi ijtimoiy yordam masalalariga befarq bo'lmagan hamma uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yil 11 pensionerlar uchun yangi talablar kuchayishi mumkin bo'lgan tartiblar, hujjatlarni yangilash, ma'lumotlarni tasdiqlash va pensiya to'lovlarida uzilish bo'lmasligi uchun nimalarga tayyor turish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, ertaga pensiya kechikishi, qayta tekshiruvga tushish yoki ortiqcha yugurga duch kelish ehtimoli bor. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring, chunki men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Ko'p hollarda pensioner bir marta pensiya tayinlatardi, kerakli hujjatlarni topshirardi, keyin esa har oy belgilangan miqdorda pulini olib yurardi. Agar yashash joyi o'zgarmasa, bank kartasi ishlasa, pasport ma'lumotlari almashmasa, odatda odamlar pensiya jamg'armasiga tez borishga majbur bo'lmasdi. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida sekin almashardi. Ba'zi holatlarda pensionerdan qo'shimcha ma'lumot so'ralardi. Lekin ko'pchilik uchun jarayon nisbatan tinch kechardi. Endi esa vaziyat bosqichma-bosqich raqamlashtirish, ma'lumotlarni solishtirish va to'lovlarni aniq egasiga yetkazish tamoyilga o'tayapti. Bu degani davlat idoralari pensionerning shaxsi, yashash joyi, bank rekvizitlari, mehnat staji, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik asoslari, xorijda yashash holati, vafot etganlik qaydlari va boshqa ma'lumotlarni elektron bazalar orqali ko'proq tekshiradi. Bu jarayonning maqsadi ikki tomonlama. Bir tomondan haqiqiy pensioner o'z pulini vaqtida olishi kerak. Ikkinchi tomondan noto'g'ri hisoblangan, ortiqcha to'langan yoki egasi tasdiqlanmagan to'lovlarning oldi olinadi. 2026 yil 11 iyul sanasi atrofida muhokama qilinayotgan yangi talablarning asosiy mazmuni shundan iborat bo'lishi mumkin. Pensionerning ma'lumotlari yangilangan bo'lishi, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari amalda bo'lishi, bank kartasi yoki to'lov usuli to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi, ayrim toifadagi pensionerlar esa o'z holatini qayta tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Hech kim vahimaga tushmasin, lekin hech kim beparvo ham bo'lmasin. Chunki pensiya masalasida eng ko'p muammo hujjat eskirgani, manzil o'zgargani, telefon raqam yangilanmagani yoki odam keyin boraman deb yurgani uchun chiqadi. Birinchi navbatda kimlar tayyor turishi kerak? Men buni bir necha guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiya yoshidagi, lekin hujjatlarda eski pasport, muddati o'tgan ID karta, noto'g'ri yozilgan familiya yoki tug'ilgan sana kabi farqlar bor fuqarolar. Masalan, bir odamning mehnat daftarchasida ismi Muhammadjon deb yozilgan, ID kartasida esa Muhammadjon shaklida chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda tug'ilgan sana 2 mart, yangi bazada 20 mart bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday kichik ko'ringan farqlar pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Chunki tizim bu ikki ma'lumotni bitta odamga tegishli deb darhol tanimasligi mumkin. Ikkinchi guruh yashash joyini o'zgartirgan, lekin ro'yxatdan o'tish yoki doimiy manzil ma'lumotini yangilamagan pensionerlar. Masalan, pensioner opa Namangandan Toshkentga farzandinikiga ko'chib kelgan, lekin hujjatda hali ham eski manzil turibdi. Pensiya to'lov bank kartasiga tushayotgan bo'lsa ham ayrim xabarnomalar, chaqiruvlar yoki tekshiruv ma'lumotlari eski manzilga ketishi mumkin. Keyin odam men bilmadim deydi. Idora esa sizga xabar yuborilgan deydi. Shuning uchun manzil masalasi juda oddiy tuyulsa ham, amalda eng ko'p muammo chiqaradigan joylardan biri. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli asosdagi pensiya olayotganlar. Bu toifalarda oddiy yoshga doir pensiyadan farqli ravishda qo'shimcha shartlar bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi yangilanishi kerak bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa o'qiyotgan farzandning ta'lim muassasasidan ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Agar bola o'rindagi yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, u huquqini saqlab qolish uchun o'qish haqidagi ma'lumotni vaqtida tasdiqlashi kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan yoki yilning katta qismini xorijda o'tkazadigan pensionerlar. Masalan,
Bir pensioner ota Rossiyada farzandlari bilan 8 oy yashaydi. 4 oy O'zbekistonda bo'ladi. U pensiyasini kartadan olib turadi. Bu holatda shaxsning tirikligi, doimiy yashash holati, vakolatnoma orqali pul olinayotgan bo'lsa, vakolatnomaning amal qilish muddati kabi masalalar muhim bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda pensionerning o'zi kelib tasdiqlashi yoki konsullik orqali hujjat yuborishi kerak bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Xorijda bo'lgan pensionerlar 2026 yilgacha o'zlarining pensiya jamg'armasi bo'limi bilan oldindan bog'lanib, qaysi hujjat kerak bo'lishini aniq bilib olsin. Endi real misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol. Orlitex yoshli otaxon har oy 22 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati 2026 yil iyun oyida tugaydi. Agar u kartani yangilamasa, iyul oyida pensiya hisoblanishi mumkin. Lekin karta ishlamagani uchun pulni olishda muammo bo'ladi. Otaxon keyin bankka boradi. Bank esa yangi karta chiqarish uchun ID karta va telefon raqam tasdig'ini so'raydi. Agar telefon raqam o'g'lining nomida bo'lsa yoki eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha jarayon boshlanadi. Natijada oddiy karta muddati sabab odam bir necha kun yoki hafta ovora bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 62 yoshli ayol pensiyaga chiqish arafasida. U 1995 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan, lekin zavod keyinchalik yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr xira, ishga qabul qilingan sana o'qilishi qiyin. Oldin bunday holatda ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilgan, arxivdan izlangan. Yangi tartiblarda esa elektron ma'lumotlar bilan solishtirish kuchaygani uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim bo'ladi. Agar u ayol hujjatni pensiya yoshiga yetganda emas, 1 yil oldin tayyorlasa, ancha xotirjam bo'ladi. Chunki arxivdan ma'lumot topish ba'zan 10 kun emas, 10 oy yoki undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Uchinchi misol. 20 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U sentyabrda o'qishini davom ettiradi, lekin oliygohdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma bermaydi. Tizimda uning o'qish holati tasdiqlanmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Keyin u hujjat topshiradi, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin kechikkan oylar bo'yicha qayta hisob qilish alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l har o'quv yili boshida ma'lumotnomani tayyorlab, kerakli idoraga topshirish yoki elektron shaklda tasdiqlanganini tekshirish. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensionerning ID kartasi amalda bo'lsa, bank kartasi yangi bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, telefon raqami ishlasa, pensiya turi oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa va hech qanday qo'shimcha imtiyoz yoki vaqtinchalik maqomga bog'liq bo'lmasa, katta ehtimol bilan jarayon oddiy kechadi. Lekin men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta tekshiruv qilishni maslahat beraman. Chunki menda hammasi joyida degan odamlarning hujjatida ham ba'zan bitta harf, bitta sana yoki bitta eski karta sabab muammo chiqadi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensiya to'xtatildi degani har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Chunki ma'lumot tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Masalan, shaxsni aniqlash, bank rekvizitini tekshirish, nogironlik xulosasini yangilash yoki vafot qaydlarini solishtirish. Agar odam kerakli hujjatni tez topshirsa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin bu jarayonni cho'zib yuborsa, keyin qayta hisoblash va muddatlar bo'yicha savollar ko'payadi. Ikkinchi nozik masala birovning pensiyasini olish. Ayrim oilalarda ona yoki ota yoshi katta bo'lgani uchun farzand bank kartasini olib pensiyani yechib beradi. Hayotda bu tushunarli holat, lekin huquqiy jihatdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensionerning o'zi rozilik bergan bo'lsa ham, katta summalarni doimiy ravishda boshqalar boshqarayotgan bo'lsa, vakolatnoma masalasi to'g'ri rasmiylashtirilgani ma'qul. Ayniqsa pensioner yotib qolgan, yurishi qiyin, bankka bora olmaydigan bo'lsa, notarial vakolatnoma yoki qonunda belgilangan boshqa tartiblar bo'yicha ish yuritish kerak. Aks holda bank ham, pensiya jamg'armasi ham pul kim tomonidan olinayotganini tekshirishga haqli bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zida odam o'ziga tegishli bo'lmagan pulni bilib bilmay olib qo'yadi. Masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin odam vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan. Tizimda kechikish bo'lib, yana bir oy pul tushgan. Keyin tekshiruvda bu pul ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Bunday holatda davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilish ehtimoli bor. Shuning uchun men har doim aytaman, agar maqomingiz o'zgarsa, o'qish tugasa,
nogironlik muddati tugasa, chet elga doimiy ketayotgan bo'lsangiz yoki vafot etgan yaqin insoningiz nomiga pul tushda davom etsa, buni darhol tegishli idoraga bildiring. 4-nozik masala. Ish staji va ish haqi bo'yicha eski hujjatlar. Pensiya miqdori ko'p hollarda staj, ish haqi va qonunda belgilangan hisoblash tartiblariga bog'liq. Agar odamning 3 yillik staji bor, lekin 7 yili hujjatda tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Masalan, bir fuqaroning umumiy mehnat faoliyati 32 yil, lekin elektron bazada 24 yil ko'rinadi. Qolgan 2 yil eski korxona, kolxoz, shirkat yoki yopilgan tashkilot davriga to'g'ri keladi. Agar u arxiv ma'lumotnomasini topib bersa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Shu sababli pensiya yoshiga yaqin odamlar hali vaqt bor demasdan stajni oldindan tekshirtirishi kerak. 5-nozik masala familiya o'zgargan ayollar. Turmush qurgandan keyin familiya almashgan, keyin ajrashgan yoki qayta turmush qurgan ayollarda hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. Mehnat daftarchasi qiz familiyasida, diplom boshqa familiyada, ID karta hozirgi familiyada bo'lishi mumkin. Bu holatda nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi yozuvlar kerak bo'ladi. Bir qarashda bu mayda narsa. Lekin pensiya hujjatlarida aynan shaxs bir xil ekanini isbotlash uchun muhim. 6-nozik masala rasmiy xabarlarni e'tiborsiz qoldirish. Bugun ko'p idoralar SMS, telefon qo'ng'irog'i, elektron kabinet yoki mahalla orqali xabar berishi mumkin. Ayrim pensionerlar men SMS o'qimayman deydi, ayrimlar esa telefon raqamini almashtirib yuborgan bo'ladi. Agar sizning raqamingiz tizimda eski bo'lsa, muhim xabar sizga yetib kelmaydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining telefon raqami, bank SMS xabarnomasi va hujjatdagi aloqa ma'lumotlarini tekshirib qo'ysin. Endi nima qilish kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR raqami, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali tuzatish tartibini aniqlang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki MyBekGov uz orqali elektron xizmatlarga murojaat qilib, pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizga qaysi turdagi pensiya tayinlangan qancha miqdorda hisoblanmoqda, bank rekvizitlari to'g'rimi? Qo'shimcha hujjat talab qilinyaptimi? Shularni biling. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, staj bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshiring. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati. Farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, bankdagi telefon raqami. SMS xabarnoma, PIN kod xavfsizligi karta kimning nomida ekanini aniqlang. Pensiya kartasi pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak. Agar pensioner bankka bora olmasa, bankning uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati. Vakolatnoma orqali xizmat yoki boshqa qonuniy usullar haqida so'rang. Kartani hech kimga berib qo'ymang. PIN kodni qog'ozga yozib hamyon ichida saqlamang. Telefon orqali kelgan kodni begonalarga aytmang. Pensiya oluvchilar firibgarlar uchun eng zaif toifa bo'lib qolmasligi kerak. 4-qadam, maxsus maqomingiz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlarni yangilang. Nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddati tugaydigan sanani yozib qo'ying. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qiyotgan bo'lsa, har o'quv yili boshida ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma oling. Imtiyozli pensiya yoki zararli mehnat sharoiti bo'yicha pensiya tayinlangan bo'lsa, eski ish joyidan berilgan hujjatlar to'liq saqlanganini tekshiring. 5-qadam, barcha hujjatlardan nusxa va elektron rasm saqlang. Men har bir oilaga bitta papka qilishni maslahat beraman. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tayinlov hujjati, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar. Nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari alohida tursin. Telefoningizda ham aniq suratlarni saqlab qo'ying, lekin begonalarga yubormang. Hujjat yo'qolsa, qayta tiklashga vaqt ketadi. Nusxa esa kamida qaysi idoradan nima olish kerakligini eslatadi. 6-qadam, ariza yozishda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, pensiyani tekshirib bering deyish o'rniga aniq yozing. Mening pensiya ish hujjatlarimdagi mehnat stajim
bank rekvizitlarim va shaxsiy ma'lumotlarim to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar staj qo'shilmay qolgan bo'lsa. 1990 yildan 1996 yilgacha falon korxonada ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron yuborsangiz. Tasdiq xabarnomasini saqlang. 7-qadam mahalla, bank va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumotni bir-biriga moslang. Ko'p odam bitta joyda ma'lumotini yangilaydi, lekin boshqa bazada eski ma'lumot qoladi. Masalan, bankda yangi telefon raqam, pensiya jamg'armasida eski raqam, mahallada esa eski manzil turishi mumkin. Keyin xabarlar aralashadi. Shuning uchun asosiy idoralarda ma'lumot bir xil bo'lishi kerak. Yana bir muhim maslahat. 2026 yil 11 iyulga yaqinlashganda rasmiy manbalarni kuzating. Har qanday gapga ishonib ketmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Falon hujjat bo'lmasa pul berilmaydi. Tezda pul to'lang. Hujjat qilib beramiz degan xabarlar chiqishi mumkin. Men bunday xabarlarga juda ehtiyot bo'lishni aytaman. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari, MyBoykovuz, mahalla mas'ullari va bankning rasmiy kanallari orqali tekshiring. Hujjat tayyorlab beraman deb pul so'raydigan, kartangiz raqami va kodini talab qiladigan odamlardan uzoq turing. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun aytgan eng asosiy fikr shuki, yangi talablar vahima qilish uchun emas, tartibni oldindan tayyorlash uchun muhim. Pensionerning hujjati to'g'ri, manzili aniq, bank kartasi faol, maxsus maqomi tasdiqlangan. Staji hujjat bilan asoslangan bo'lsa, pensiya to'lovida muammo chiqish ehtimoli ancha kamayadi. Eng katta xato esa oxirgi kungacha kutish, xabarlarni o'qimaslik va menga tegishli emas deb o'ylashdir. Bugun ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. ID karta, bank kartasi, telefon raqam, yashash manzili, pensiya turi va kerakli ma'lumotnomalarni birma-bir ko'rib chiqing. Agar biror noaniqlik bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qiling. Sizningcha pensiyalar uchun bunday tekshiruvlar kerakmi yoki odamlarni ortiqcha ovora qiladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjat masalalarini yana ham sodda, aniq va hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman.